Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem mu'min musulmonlar, aziz xalqimiz, mana Ramazon oyi ham kirib keldi. Avvalo Alloh subhanahu va taolo bu oyni, bu xayrni, bu yaxshilikni barchamizga o'zi muborak qilsin. Yaxshiliklarini xalqimizga, mu'min musulmonlarga, mamlakatimizga, vatanimizga serob qilib, barakotli qilib yog'dirsin. Albatta Ramazon oyi o'zi bilan birga mu'min musulmonlarga, xalqimizga, butun vatanimizga har yili juda ko'p xayrlarni, yaxshiliklarni, barakotlarni keltiradi. Albatta mana shu barakotlardan umidvorlik bilan bugun ham navbatdagi Ramazon kunini Allohning tavfiqi bilan, hidoyati bilan siz azizlar bilan birgalikda qarshilab turibmiz. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mo'min musulmonlarning axloqiga taalluqli juda ko'p masalalarni o'zi bevosita bayon qilib bergan. Axloqni, yaxshi xulqni qanaqa bo'lishini buyurish bilan birga aynan uning aksi bo'lgan yomon axloqdan, yomon odobdan, jamiyatga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha razilliklardan Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda o'zi ogohlantirib qaytargan. Ana shu Alloh qaytargan nojo'ya, noto'g'ri amallardan biri mo'min musulmonlar o'zlarini tiyishlari, o'zlarini saqlashlari lozim bo'lgan amallardan biri bu g'iybat masalasidir. G'iybat nima? G'iybat bu bir odamni o'zi yo'q joyda u yaxshi ko'rmaydigan sifatlari bilan birga zikr qilishni, gapirishni, aytib o'tishni nomini g'iybat deb ulamolar ta'riflaganlar. G'iybatning turlari juda ham ko'p, juda ham xillari ko'p. Lekin nima bo'lganda ham musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, kim bo'lishidan qat'iy nazar orqasidan u o'sha sifatlar bilan, o'sha ismlar bilan, o'sha u aytilgan gaplar bilan zikr qilinishini sevmaydigan, qulog'iga kirib qolsa, qulog'iga borib qolsa, u odam xafa bo'ladigan narsalarni qo'shib gapirishlik shariat hukmi bilan g'iybat deb nomlanadi. Ana shu g'iybatni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Hujurat surasida alohida bir oyat bilan mo'min musulmonlarni ogohlantirgan, o'zlarini bu kabi amallardan tiyishlarini alohida ta'kidlab buyurgan. Ana shulardan birida o'sha oyatda Alloh azza va jalla aytadiki: "Estaizu billah va la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Sizlardan biringiz boshqa ba'zilaringizni g'iybat qilmasin. Axir sizlar sizlardan biringiz birodaringizni o'lik holatdagi go'shtini yeyishlikni yaxshi ko'rarmidi deb Alloh taolo qaytarish bilan birga, uni rad qilish bilan birga uning oqibatini bir boshqa bir voqelikka misol qilib keltirdi. Avvalo oyatni bir qisqacha sharhiga to'xtaydigan bo'lsak, oyatda Alloh taolo buyruq lafzida va la yaghtab, g'iybat qilmasin, hargiz g'iybatni og'ziga keltirmasin degan ma'noda Allohning amri bo'ldi. Demak, g'iybat Allohning amri bilan haromligi, g'iybat qilish nojoizligi, g'iybat qilish gunoh kabiraligi ushbu oyatdagi Allohning amri bilan ma'lum bo'ladi. Chunki Alloh o'zi bevosita g'iybat qilmang, g'iybat qilmasin deb o'zi buyruq lafzida, buyruq ohangida, amr ohangida Alloh buyurdi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, g'iybatning o'zi zotida haromligi, nojoizligi, Alloh harom qilgan yomon axloqlardan biri ekanligi ushbu oyatdan bilinadi. Demak, g'iybatda bir odam ikkinchi odamni g'iybat qiladi. Shuning uchun Alloh taolo biringiz boshqa biringizni g'iybat qilmasin deb buyurdi. Shu g'iybat qilishlikning yomon oqibatini, yaxshi ish emasligini Alloh azza va jalla oyatning davomida ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh
Sizlardan biringiz boshqa bir birodarini go'shtini, o'lgan go'shtini, ya'ni o'lik holatda bo'lgandagi go'shtini yeyishni sevadimi? Yaxshi ko'rarmidi? Hargiz yaxshi ko'rmaydi. Modomiki shunday ekan, sizlar tirikligingizda bir birodaringizning go'shtini yeyish bilan barobar bo'ladigan katta gunohlardan biri g'iybatdan tiyiling, g'iybat qilmang degan ma'noda Alloh azza va jalla bu oyatda g'iybatni oqibatidan, g'iybatning yomon joylaridan Alloh taolo qaytaryapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda bir Madina ko'chalaridan bir ko'chada o'tib ketayotgan edilar sahobalar bilan birga. U yerda bir ikki qabrning yonidan o'tdilarda, qabr ahlini, qabristondagi kishini qiynalib, azoblanib turganini Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vassalomga bildirdi-da, aytdilarki, mana shu ikki qabrdagi kishilar azoblanmoqda hozir. Lekin bular odamlarning nazarida katta deb bilmagan bir ishda, asli katta-yu, lekin katta deb bilmagan bir ishda azoblanyapti. Ulardan biri tahoratga kirganida siydikdan poklanmas edi. O'zini bavlidan oxirigacha poklanmasdi. Yana biri esa bir hadisda va kana yamshi bin namima va bir hadisda esa g'iybat qilardi deb keladi. Ya'ni u boshqa bir rivoyatda g'iybat qilardi yoki chaqimchilik qilardi. Odamlar bu ikki ishni oddiy deb qarasa ham, lekin Allohning huzurida juda ham katta gunoh ekanligidan, jamiyatlarni buzadigan, insonlarning o'zini ham shaxsiy holatini, ham atrofni vayron qiladigan ish bo'lganligidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadisda bu voqelikni qattiq tanqid qildilarda, sahobiy ikromlarga bu ikki odam azoblanmoqda, lekin bularning azoblanishi insonlar katta gunoh deb o'ylagan narsada emas, balki ular kichkina deb o'ylaydi-yu, lekin Allohning huzurida katta bo'lgan gunohlar bilan bular azoblanyapti deb ulardan birini chaqimchilik, g'iybat qilishga kiradigan chaqimchilik ekanligini aytib o'tdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kun sahobiy ikromlarga g'iybat nimaligini bilasizlarmi dedilar. Sahobiy ikromlar aytishdiki, Alloh va uning rasuli bilguvchiroq deyishdi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom zikruka akhaka bima yakrahu dedilar. Birodaringizni, do'stingizni u sevmaydigan, unga yoqmaydigan narsalar bilan zikr qilishingiz g'iybat bo'ladi dedilar. Shunda sahobiy ikromlar darrov so'rashdi. Biz gapirgan gapimiz u odamda bo'lsa-chi o'sha sifat deganda, ha, u odamda bo'lgan narsani gapirishingiz u g'iybatdir. Agar u odamni o'zida bo'lmagan bir sifatni aytib o'tsangiz, u bo'xton qilgan bo'lasiz unga deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qattiq bu gunohi kabira ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Abu Hurayradan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vassalom eng katta gunohlardan biri, gunoh kabiralardan biri bir musulmon boshqa bir musulmonning obro'siga, sha'niga, haqqiga nohaq til tegizishidir deb marhamat qildilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu yuqorida aytilgan hadislardan umumiy xulosamiz, ma'noyimiz shu bo'ladiki, jamiyatlarni to'g'ri bo'lishi, sog'lom bo'lishi, mo'min musulmonlar jamiyat a'zolari bir-biri bilan to'g'ri ma'noda muomalada bo'lishi yuqorida aytib o'tilgan katta ma'naviy jinoyatlar, ma'naviy gunohlardan u jamiyatlar pok bo'lishini talab qiladi. Hozirgi kunimizda ham, ayni damlarda ham bir voqelikda juda ko'p masalaga buni misol qilishimiz mumkin. Hozirgi davrdagi ijtimoiy tarmoq deb atalgan hamma, butun insonlar unga, demak, hozirgi davrda mashg'ul bo'lgan, barcha insonlar unga mubtalo bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar bor. Ana shu ijtimoiy tarmoqlar, internet tarmoqlarida g'iybat deb atalgan jinoyatni, gunoh kabirani insonlar hech bir ko'zini pirpiratmasdan bemalol uni hattoki halol sanab g'iybat qilayotganini ko'rasiz. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda g'iybat qilishdan qaytargan oyatidan ulamolar g'iybatni katta gunohlar, kabira gunohlardan biri ekanligini aytib o'tishgan.
Kabira gunohni halol sanashlik esa insonni dinidan, iymonidan ayirib qo'yishi mumkin. Alloh bundan hammamizni asrasin. Ana shu tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda insonlar o'zi tanimagan, o'zi ko'rmagan kishilarning orqasidan dunyoni aybini, yomon otliq qilishini, bo'htonini, g'iybatini qilishadi. Ayniqsa u tarafdagi odamning voqeligini, nima ekanligini bilmasdan turib qilishadi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir xabar kelganda, o'sha xabarni astoydil tekshirib, keyin u xabarga asosan harakat qilish kerakligini buyurgan. Yana o'sha Hujurat surasida Alloh azza va jalla Estaizu billah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, agar sizlarga bir fosiq biror xabarni keltirsa, fatabayyanu, uni aniqlab, tekshirib, aniqlab olinglar. Agar unday qilmasangiz, aniqlamasangiz, an tusibu qawman bijahalatin, bir qavmga bilmasdan, johillik bilan zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Keyin esa u qilgan ishingiz noaniqligi ma'lum bo'lganidan keyin esa fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, qilgan ishingizga nadomat qiluvchilardan, pushaymon qiluvchilardan bo'lasiz-u, lekin kech bo'ladi deb Alloh subhanahu va taoloning oyatining mazmunida shunday deyiladi. Shuning uchun hozirgi davrdagi g'iybatning eng katta manbasi, o'rni mo'min musulmonlar, insonlar bir-birini orqasidan qiladigan joylardan biri ana shu ijtimoiy tarmoq ekan. Uning odoblaridan biri o'zingiz tanimagan, bilmagan voqeaga yoki shaxsga yoki biror bir holatga aralashmasligingiz, undan g'iybatdan saqlanishingiz bo'ladi. Ayniqsa hozirgi davrda ijtimoiy tarmoqlarda mo'min musulmonlarning ulamolar orqasidan, biror bir mashhur shaxslar orqasidan, ulardagi voqelikni aniqlamasdan turib, mish-mishlar asosida turli bo'hton, g'iybat gaplarni gapirishlari mana shu yuqorida aytib o'tganimiz gunoh kabira bo'lgan g'iybatni bemalol bajarayotganligiga dalil bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda harom qilgan, jamiyatlarning sog'ligi, salomatligi, tinchligi, osudaligi uchun xizmat qilishi mumkin bo'lgan bu kabi yomon holatlardan saqlanishimizni, ya'ni saqlansak, yuqorida aytganimizdek tinchlik, osoyishtalik, jamiyatdagi birlik yuzaga keladi. Mana shunday narsalardan saqlanishimiz mo'min musulmonlarning demak zimmasidagi farz amali, lozim ishi hisoblanadi. Shunday ekan azizlar, hozirgi davrda oddiy dasturxon ustida o'tirgan ota-onalar farzandlariga, yosh kattalar o'zlaridan kichiklarga, ustozlar shogirdlariga, mahallaning keksa oqsoqollari mahallaning yoshlariga bu kabi illatlarning zararligini, mo'min musulmonlarni kemiradigan, yemiradigan, jamiyatlarni yo'qqa chiqaradigan eng asosiy narsalardan biri ekanligini bot-bot takror eslatib turishlari lozim bo'ladi. Darhaqiqat g'iybat bo'lmagan, bo'hton bo'lmagan jamiyatlarda birlik bo'ladi, ishonchlilik bo'ladi, bir-biriga nisbatan hasad bo'lmaydi, bir-biriga nisbatan noto'g'ri tushunchalar bo'lmaydi. Unday holat bo'lmagan jamiyatlarda, inshaalloh birlik bo'lgan jamiyatlarda Allohning izni bilan xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, yaxshiliklar ziyoda bo'lib kelaveradi. Alloh subhanahu va taolo bugungi Ramazon kunini yana bir marotaba barchamizga o'zi muborak qilsin. Yaxshiliklarni ziyoda qilib ustimizga yog'dirsin. Xalqimizni, yer yuzini, bu mo'min musulmonlarning barchasini g'iybat deb atalgan gunoh kabiradan o'zi saqlasin. Shu bilan birgalikda turli balo ofatlardan, xususan hozir dunyoni boshiga yana ham soya solib turgan bu ofatdan, bu vabodan, koronavirusdan tezroq barcha xalqlarni, ularning ichida bizning o'zbek xalqimizni ham bu holatdan o'zi hifz-i himoyada saqlasin. Inshaalloh bizning xalqimiz boshqa xalqlardan farqli ravishda buni vaqtida anglab yetganidan inshaalloh zararlari kam, lekin bundan faxrlanib, aldanib, g'ururlanib qolmasdan yana ham ehtiyotkorligimizni qattiqroq olsak, mana bugun Ramazon kunlarida taroveh namozlarida bir-birimiz bilan ko'rishadigan jamiyatlarda, jamoatlarda yana ham ko'proq e'tiborli bo'lsak,
inshaalloh xayr bo'ladi, tinchlik bo'ladi, salomatlik bo'ladi, ofiyat bo'ladi. Alloh azza va jalla barchamizni, xalqimizni, mamlakatimizni, vatanimizni, butun yer yuzini balo ofatlardan o'zi asrasin, yaxshiliklarni bardavom qilsin.